chiqib bu ham bahs mumkin yo'q mushkulotki banota girifton ba yaxshi moyan karamlar yaxshina voy kada hamina fraze va karamlar qor ba'zi nashvadaga mebiyan ijroshimiga naushniklar qo'yish bo'ldi men dubar go'sh kiraman bir kutati kutaya berim bir bilan mebiyan falan kuta befahmat sonra bu kalla koru beraman Ama deydiğim do'st do'stda oila soxtin. İnam daskiri padaram budan. Çünkü akıllı sanatkor şidi tuya xudata naz mifhamidagi odam agar tuya idora nakuna tuya digar kasba sohibash keli tu xushbaxshudanar qiyin. Ama bu kutan ruxsat mekan. Biz birga o'qidik, bir-birimizni xarakterimizni tushundik. Shunga buni necha yil birga tahsil olib, xarakterimizni yaxshi bilib, turmush qurdik. Xudoga shukr, mana 4 farzand, Xudo andilla qilib, nevarali bo'ldik. Mana 8 ta nevaramiz bor. Avvalambor shu tushuncha bo'lish kerak, insonda hurmat bo'lish kerak bir-biriga nisbat. Yılı ustozim professor Firuza Ravshanova Sug'diyona orkestrining dirijori shular menga ishonib taklif qildilar. O'sha yerga borib qatnashdim. Ko'p ovozli Navro'z sadolari festivaliga. U yerda keyin menga taklif berishdiki, shu bolalar bog'chasiga ham shuni tashkil qila olasizmi, davom ettira olasizmi deganda taklif berishdi. Ertaga bolajonlarni ko'rib havas qildim, kelib davom ettiryapman. Do. Anaqa oxirash si do si la. Mana уже 8 yil bo'ladiki, mana shu Gloro sadigida, Jabor Rasulov rayonidagi Gloro sadigida ishlab kelmoqdaman. Bir qancha festivallarga qatnashib, nafaqat o'zimizda baynalminal xalqaro festivallarga qatnashdik. Rossiya Federatsiyasi nima deydi, onlayn orqali qatnashib, juda ham yaxshi o'rinlarga ega bo'ldik. Faqat birinchi, ikkinchi o'rinlarni olib kelyapmiz. Do si la. Kitoba Baraviy xotiri 70 so'lagi ustodan so'li guzashta 20 so'l 70 so'l shudan baxshida ijodiyotishon 70 ta surida ohankari banota girifta jubileyshonga taqdim qildim. Mahorat juda kuchli boshqa davlatlarda bizda ham yaxshi, lekin endi yuksalish juda ko'proq endi bo'lyapti.
mana musiqa maktablari bolalari ko'rib kelib, mana shu do'stlik ramzi yana kuchaya boshlayapti. Biz juda bundan minnatdormiz, xursandmiz. Yanada xohlaymizki, yana yosh bolalar ko'proq mana shu festivalga qatnashib, kelajakda musiqa san'atini rivojlantirishga o'zlarining hissasini qo'shib, davlatimizda yana butun jahonga namoyon qilishlarini istardim.